Yay nişanga yetmezsen, fırsat mağlup etmezsen, umrim o'tib ketmasdan degan nolalarni men eshitmadim. Endi buni sababi menimcha sen ko'proq xushtagan eshitgansan. Mana do bilan ren o'rtasida bitta do diyez bor xolasa, sharq san'atida masalan turklarda do bilan ren o'rtasida 14 ta nota bormi? Shunaqa nim pardalar borda. Endi o'sha nim pardalar bizda hozir yo'q bo'lib ketgan. O'sha notani ishlatmaymiz. Umrim o'tib ketmasdan degan joylarda nim pardalar borda. Endi mayli hech bo'lmasa men maslahat bergan bo'lardim. Siz ko'proq eshitgan ekansiz, mana Ibragim Tatlisas. Shularni senga Yahyo, men senga maslahatim arab san'atida Ummu Gulsun degan san'atkor borda. Ummu Gulsun eshit, Ibragim Tatlisasni ko'proq eshit. Faqat xushtagan yo'nalishda qolib ketmagin. Bu qirralaringni ham ochsang, chunki senda sulh bor, talenting bor bo'lasan, o'shaning uchun ularni ham eshit. Lekin menga ijro ikkilaylarniki ham yoqdi.